Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi hay'ati Türk Dunyosi birligini ziyorat qildi. 22 fevral Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Sharq Turkiston masalasining kun tartibga kelishini tiziltish plan doirasi ichida Türk Dunyosi birligi tashkilotini ziyorat qildi. Ziyoratda Sharq Turkiston xalqining do'sti muhtaram doktor Faxri Sokal apandiga Sharq Turkiston masalasidagi qiyinchilik va kun tartibdagi masalalar tunishtirildi. Undan boshqa Türk Dunyosi birligining Osman imperiyasi arxivlarida Sharq Turkiston mavzuliq kitobni nashrdan chiqarib, o'qirmanlarning qo'liga yetkazganligiga, Türk Dunyosi birligi yetakchilariga va kitobning nashr qilinishini qo'llagan qarindoshlarga Sharq Turkiston xalqi nomidan minnatdorlik va tashakkurlar bildirildi. Xitoy Burulto'qay nahiyasida kent aholilarining dinga e'tiqod qilish ahvolini aniqlash haqida uqtirish tarqatdi. 22 fevral Amerikadagi kishilik huquq tashkilotining oshkorlashicha Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Burulto'qay nahiyasidagi yezi kenti aholilaridan oiladagi har bir kishining dinga e'tiqod qilish ahvolini aniqlash haqida uqtirish tarqatgan. Xabarda Xitoy har bir oila a'zolarining dinga e'tiqod qilish ahvolini yeziliq hukumatga topshirish haqida uqtirish tarqatganligini, yerlik qozoq xalqining muxbirga qozoq xalqining hammasi dinga e'tiqod qilganligini, bu qitim tarqatgan uqtirish qozoqlarning dinga e'tiqod qilishini cheklaganlik ekanligini, bir qism kentlarda oila a'zolarini dinga e'tiqod qilish ahvolini yeziliq hukumatga dokulat qilishga qistab, dinga ishonmaslikka besim ishlatganligini, kent aholisi agar o'zining diniy e'tiqod qilish ahvolini oshkorlasa, Xitoyning jazosiga uchrashdan qo'rqqanligini, yeziliq partikom tashviqot bo'limidagi partiyaliklar ommaviy mulozimat xizmati bilan shug'ullanadigan hamda 16 yoshga to'shmagan o'smirlarning dinga ishonishiga bo'lmaydiganligini tashviq qilganligini oshkorlagan. Xabarda yana o'tgan yili 9-oylarda Toli noyasidagi bir qism qozoqlar Qur'oni Karimni Xitoyga topshirishni rad qilganligi uchun qo'lga olinganligi, qo'lga olingan kishilarning hozirgacha izdiriki yo'q ekanligi bildirilgan. Qirg'izistonda xalq Xitoyga oltin koni ochqizmadi. Xitoy Qirg'izistonning O'sh viloyati Botkin oblasti Qadimjoy rayonidagi Shomilsay oltin kenini setib olib, qurilish qilishga boshlaganda 300 dan ko'proq qirg'iz xalqi Xitoy qurilish qilmoqchi bo'lgan o'rinda Xitoyga qarshi namoyish elib bordi. Xitoy bu yerga zavod qursa muhit bulg'unib ketadi. Farzandlarimizning sog'lom o'sib yetilishiga ta'sir qiladi deb qaragan yerlik qirg'iz xalqi qo'llarida biz zaminimizni sotmaymiz. Yo'qol Xitoy. Xitoy Qirg'izistondan chiqib ketsin degan xatlar yozilgan lozunkalarni ko'targan holda, "Ey Xitoy, Qirg'izistondan yo'qol. Biz zaminimizni sotmaymiz" degan shuarlarni tovlashib qarshilik ko'rsatgan. Natijada Xitoy ochmoqchi bo'lgan konni taqashga majbur bo'lgan. Xitoy bilan Iran ahli sunniy musulmonlarini Shia qilib chiqishga kelishgan. Xitoy bilan Iran 15 yil ilgari Sharq Turkiston musulmonlari va Xitoy ichidagi ahli sunniy musulmonlarini Shia qilib tarbiyalashga kelishgan. Iranning Guliston viloyat markazining Gorgan kentida Ol Mustafa jamiyati nomi bilan shialashtirish markazi bor bo'lib, bu markazda Sharq Turkiston va Xitoy o'lkalaridagi musulmonlarni Shia qilib tarbiyalab chiqadigan maktablarning borligi, Xitoy Sharq Turkistonda barliq dinga oid buyumlarni yig'ib olib, bir butun dinga qarshilik qilayotgan bir paytda Irondagi Shia qilib tarbiyalash maktablarida Sharq Turkistondan kelgan Uyg'urlar hamda Xitoy o'lkalaridagi musulmonlarni Shia qilib tarbiyalab chiqish harakati davom qilayotgan bo'lib, bu harakatdan Xitoyning islom dunyosi, xususan Sharq Turkiston xalqini parchalashdan iborat razil planni ko'rib olg'ili bo'ldi ekan. Xitoy 15 yildan beri musulmonlarni parchalab yo'qotish uchun izchil harakat qilib kelgan bo'lib, 15 yil ilgari 35 million sab ahli sunnat val jamoat e'tiqodiga ega musulmon yashaydigan Sharq Turkiston va Xitoyning ichkiri o'lkalarida aran 4-5 ming Shia bor bo'lib, hozirgi Shialarning soni 40 mingga yetganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoy asosiy qonunidagi sotsialistik davlat iborasi o'zgartirilgan bo'ldi. Turkiya Ovoz Radiosuning xabarida bildirilishicha, Xitoyda davlat ishchi xizmatchilarining asosiy qonunga sadoqat qasami qilishda so'zlanadigan sotsialistik davlat iborasining oldiga qudratlik va zamonaviy degan so'zning qo'shilishini mazmun qilgan qonun loyihasi Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyiga sunilgan. Xitoyning Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabariga qaraganda, asosiy qonundagi sadoqat qasamiga munosabatlik moddani tuzishni mazmun qilgan qonun loyihasi Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi a'zolarining tekshirib bekitishiga berilgan.
mazkur qonun loyihaga asoslanganda davlat ishchi xizmatchilari qasam berganda so'zlaydigan sotsialistik davlatga xizmat qilish iborasi paravon qudratlik demokratiyalik madaniy jihatdan taraqqiy qilgan zamonaviy sotsialistik davlatga xizmat qilish degan iboraga o'zgartirilgan. Xitoy mamlakat xalq qurultiyi doimiy komiteti ijroiya ishlari komiteti muavin boshlig'i Jang Yong davlat va jamiyatni taraqqiy qildirish nishonlari doirasida Xitoy Kommunistik partiyasining 19-navbatlik umumiy kengashida sotsialistik davlat iborasini o'zgartirishning qaror qilinganligini bildirdi. Kuzatuvchilar Xitoyning bu qog'oz yuzidagi o'zgartirishlarning besim ostidagi xalqqa hech qanday manfaat elib kelmaydiganligini, Xitoyda kommunist hokimiyati yo'q bo'lmoqcha hech qanday xalqqa farovonlik, erkinlik kelmaydiganligini bildirishmoqda. Amina Inanç Camisi'de g'oyibona jinoza namozi o'qildi. 23 fevral Turkiyaning Istanbulda yashayotgan Sharq Turkistonliklar jumadan keyin Zaytinburnu Amina Inanç Camisiga yig'ilib, Sharq Turkistonning Altay viloyatida Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutqun qilinib, qamoqxonada shahid qilingan masjid imomi qozoq turklaridan bo'lgan qayrindishimiz Imom Ahmadning g'oyibona jinoza namozini tushirdi. Namozga Turkiyaning Istanbul va boshqa rayonlarda yashayotgan Uyg'urlar, qozoqlar hamda yurt kattalari, o'lima, qori Qur'onlardan bo'lib 500 dan ko'proq kishi qatnashdi. Namozdan keyin marhumning gunohlarining kechirilishi, zolim Xitoyning tezroq nobud bo'lishi uchun duolar qilindi. Shahid Imom Ahmad Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilib, bir qancha kun o'tgandan keyin marhumning jasadini oilasiga bergan. Marhumning oilasidagilar jasadni tekshirib, o'lim sababini tekshirishni aniqlamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy doiralari ruxsat qilmagan hamda jinoza namozini o'qishga ruxsat qilmay majburiy yerlikka qo'yib o'tgan.